Bowam eytqan hekmetler. Heqiqi bayliq, maddi bayliq emes. Avazda Honçem Rozi. Burunqi zamanda ötken bir padişahның tәңдәссіз güzel bir kızı бар ekan. Bu kız çıraylık bolup kalmasdan nahayeti aqlliq ekan. Kız balag'atga yetgandan keyin qiyofati va aqli jihatdan texmo kamolatga yetibdi. Shuning bilan bu qizning danqi nurg'un shaharlarga tarabdi. U shaharlardagi shahzodalardan elchilar kelishga boshlabdi. Padişah bilan xonishning bu ishga toza besh ketibdi. Xonish malikiga kinizaklari orqali shaharlardan elchilar kelayotganligini yetkazibdi. Malika kinizaklar orqali mundaq debdi: Ata-anamga yetkazinglar, kelgan elchilarni yig'ib ularga desin. Ular shahzodlarni elib kelsin. Ularga mening bir savolim bor. Kim to'g'ri javob bersa, men shuning bilan to'y qilaman. To'g'ri javob berolmasa, talpini rad qilaman, deb javob beribdi. Malikaning so'zini kinizaklar xonish bilan podshohga yetkazibdi. Elchilar yurtlariga qaytib, hammasi shahzodalarni elib ketdi. Padişah kelgan elchi va shahzodalarni obdan kutib, ularga obdan bir so'rin raslab beribdi. Shahzodalar hammasi jam bo'lganda, Malika o'z savolini bayon qildi. Kim menga amaliyot orqali haqiqiy boy va haqiqiy gadoyni ko'rsatib bersa, men shuning bilan to'y qilaman, debdi. So'rinda o'ltirgan shahzodalardan biri o'rnidan turib: Hozir men hammanglardan boy, to'y qilishga tayyorlagan mol dunyoni malikaga beraman. Shundala hammanglardan gadoy bo'lib qolaman, debdi. Malika beshini chayqab jim o'ltiribdi. Shahzodalarning ko'pinchisi yuqorqi shahzodaga o'xshash so'zlarni bayon qilibdi. Malika birigimi pisand qilmay o'ltiribdi. Shahzodalarning keyinda o'ltirgan oddiy kiyingan bir yigit o'rnidan turib: Mening shahzodalardek ko'p mol dunyorim yo'q. Shundaq bo'lsa-mu, Malikaning savoliga men javob beraman, deb so'z boshlabdi. Men Tibet, qani shahzodalar, qo'linglarni suninglar, debdi va so'rindagi hamma odamlarning tomirini tutib, kasal bor yo'qligini aniqlab, qo'llariga retsept yozib beribdi. U yana rassom ekan. O'ltirgan shahzodalarning suratini shu so'rinda sizib, har birining qo'liga beribdi. Va bu meningdagi haqiqiy bayliq. Hunarni ishqa solmay, jim o'ltirsam, men hammanglardan gadoy, debdi yiliqi yigit. Malika bu yigitning bergan javobiga qoyil bo'lib, shahzodalarga: Haqiqiy bayliq maddi bayliq emas, ma'naviy bayliq. Har qaysinglar podshohlarning shahzodalari ekansizlar. Atanglardan qolgan tayyor bayliq sizlarga asqatmaydi. Inson bilim, hunar o'rganib, o'zining halol emgak orqali boy bo'lsa, shu asqatidi, deb o'zining sharti bo'yicha shu yigit bilan 40 kech kunduz to'y qilib, ko'ngilli turmush kechiribdi.